Biz bundan 15'ini alıp geldik. Az 4 tonu birge koyduk. Sebebi bizim ayıldan işleri 45 so'm, 50 so'mga chiqib ketdi. Va elda qiynalganidan bu taksilar 10 so'mdan qatnashga hozir grafik tuzildi. Qaysi yerga dag'i borsa dag'i chiqib tushishi 10 so'm. 3 yılga beri de hazır. Жақсы minnet chopur. Keyin 3 yıldan keyin öz vaqtida chopurga qolaveradi mashina. Bir yil bo'ldi bugungi kunda o'quvchilarda bayağı maktablarga 4 yo'li 4 aqsiz qatnaydi. Bu dag'i 15 tonnalik cho'ng musorniy mashina ayillarda ichida xizmat qiladi. Bu sentralniy ko'chalarda xizmat qiladi. Bu bizni suv sevatirgan mashina har kuni 2 yo'li rayonga ayil hukumatga suv sevadi. Bizga foydani keragi yo'q. O'sha bizni foyda elda foydasi bo'lsin degan bizga topshirma bergan. Hozir 3-4 kunda ichida bizga 5 jangi traktor keladi. Hozirgi kunda 1 gektarini boya chasnik traktorlar 8 ming so'mdan aydab o'tadi. Biz 3,5 ming so'mdan qilib tarif qo'ydik. Damaslarni demovchilarga oldirdik, sebebi biz buni qizlar bilan bizni ayil boshlarimiz, naluvchilar boyagi bir yerga 2 yo'li, 3 yo'li borganlar erikib, elda xizmat to'xtab qolmasin turib o'shuni uyushtirganmiz. Suv masalasi bo'ladi, boyagi pastelniy rejimlarimiz bo'ladi, o'shalarga doim qatnashish uchun o'sha ayil hukumati xizmatkorlari o'shundan foydalanadi. Bu biz qizlarniki, bu ayil boshchi soliqchilar, bu bizning munisipallik taksi. Ular özünün xizmatkerlerini bayağı joy жүрüp, qiynalganlıktan maşinaları joy eken aydağınga. Oşoğa şunday moto moped deymiz be, şular da berip turgan ekan. Hozir qalagan joyga barat. Qancha benzin jet? Bu benzin içmeydi. Bu zaryad bilan жүрadi. Mana elektrический ekan, mana ko'rdingizlarmi? 70 kilometr. Demek ishkerlarga dan shart tuzib berib o'tadi shu yerdan. Foydalanib turasizlar sizlar? Yurasizlar, yaxshi ekan. Anan keyin aytib o'tadi aka. Büdjetten akça karajat ketken yok da. Demircilerin akça karajatı menen şularda alıp şuna yetiştirip otasınlar. Bu taksi xizmatkerleri 7 mesda, 8 mesda. Biz bundan 15'ini alıp geldik. Az 4 tonu birge koyduk. Sebebi bizim ayıldan işleri 45 so'm, 50 so'mga chiqib ketdi. Va elda qiynalganidan bu taksilar 10 so'mdan qatnashga hozir grafik tuzildi. Qaysi yerga dag'i borsa dag'i chiqib tushishi 10 so'm. 10 so'm. Şu elga şart, kishini shart tuzuv maqsadida. Bu gaz, bardig'i gaz menen, ha. Baldarni maktabga. Na, aqsiz bari yo'q. Buni ola turadi. Avtobuslar aqsiz. Ha, aqsiz. Ha, aqsiz turadi. Bu ayildagilar aytib o'tmaysiz, kebilar qaytmaymiz. Bayaqa borsak, bazı qimmatlab ketdi, 45 so'm, 50 so'mga ketib bartamiz dedi. Bular 10 so'mga yetkazgan, qolagan yeriga. 10 so'm bu. Gaz bilan жүрөт. Gaz bilan жүрөт ekan, ekonomist ekan bunaka. Tamam gelgende blokos aytib, испытание qilamiz. Buni dag'i o'sha demirchilarning ақшасын olgan. Byudjetdan ақша qarasa qilyapti. Ha, bu ayil hukumatning byudjetiga tushadi. Byudjetga tushadi. Ha, kelishe. O'shini o'zini esimdan chiqadi. 10 so'm Özüdür. Mandada oladi. Meni bilishimcha bular bir kunga shularga topshirma beradi. 500 so'm olib kelib berasin dedi. Qolgan oshqani shopurdi qo'ladi. Anan qancha yilga qildilar? 3 yilga beri de hazır. Жақсы minnet chopur. Keyin 3 yildan keyin öz vaqtida chopurga qolaveradi mashina. Anan biz dag'i boshqa olib turib dag'i qo'yamiz. Жаңыртылаveradi, жаңыртылadi. Sen degende chopur olgandan keyin olib o'zining mashinasida qilib qara minetda. Koreyadan oldi. O'ngda to'yaq qo'ygan qara minishyapti. 3 yilga berib o'tiribdi aka. Gaz. Bir zapravka gaz 3 kunga yetadi. Yo'q, grafik bo'yicha bir odam olsa ham Bu avtobuslar bizde Tumen oblasidan, Rossiya o'lkasidan migrantlarni uyushtirib 6 million rublga olib kelindi. 6 million, 3 million rubldan. Bir yil bo'ldi bugungi kunda o'quvchilarda boya maktablarga 4 yo'li 4 aqsiz qatnaydi. Boyagi benzin bilan qatnaydi. Buni ota-onalar fondidan bizning sponsorlarimiz bor. O'shalar benzinni quyib berib turadi. Boyagi shofirlarga aqchasini berib turadi. Bular o'sha maktablarga buni 1 yildan beri aqsiz qatnaydi. Bizda 5 maktab bor. Shu 5 maktabning boldari sahardan kechgacha o'sha grafik bo'yicha Baldarda taşıp koygandan keyin ne olur bu? 50 taşıydı. 50 taşıydı. 50 taşıydı. 50 de haksız taşıydı.
Ақысыз ташиды. Bizde 3200 kocalık var. 19200 el bugünkü günde el yaşayıp bizde. Ar bir kocalık menen 45 so'mdan 70 so'mga chayin tarif qo'yib turib, biz kelishim tuzgan tozalik ishxonamiz, munisipal ishxona. O'sha el buni lizingga olganmiz 6 yilga. 3 milliondan 6 millionga el o'zi to'laydi, munisipallik xizmatchilar xizmat qilib elda o'ziga xizmat qiladi. Oxiri o'sha ishxonani o'ziga bu mashinalar qolib ketadi. Elda hisobidan oldik o'shunda. Elde uyuşturup Elde uyuşturup turib. Ha. 19200 naslina bor. Ha. 3200 qo'jalik bor. O'shundan tushgan aqchani biz 187 ming so'mni oyina banka, ayil banka to'laymiz. Ondan oshgan 80 ming aqchani voditellarga emgak bayonot qilib beramiz. Ondan chiqarib buni bizning Niderlandiyada va Amerikada fura mingan bollar 2 million 800 mingga akça toplab bizga shuni olib berdi. Bu dağı 15 tonnalık cho'ng musorniy mashina ayillarda içinde xizmat qiladi. Bu sentralniy ko'chalarda xizmat qiladi. Bu bizi suv sevatirgan mashina har kuni 2 jo'li rayonga ayil hukumatga suv sevat. Taşlardı çıkarat, su çıkarat, şıpırat. Haram kuruydu ekan işte. Kar kürek. Traktor zakaz qilganmiz. Aqchalarini bayaq 30% aqchasini to'lab bitdik. Hozir 3-4 kunda ichida bizga 5 jangi traktor keladi. Hozirgi kunda 1 gektarini bayaq chasnik traktorlar 8 ming so'mdan aydayotadi. Biz 3,5 ming so'mdan qilib tarif qo'ydik. Elga 50% yengillik bo'lib bizga foydani keragi yo'q. O'sha bizni foyda elda foydasi bo'lsin degan bizga topshirma bergan. O'tgangi ayil chalba ministri kelganda bizga o'sha oblasning gubernatori bizga topshirma berildi. O'sha 5 traktorni zakaz qilganmiz yo'lda. Keyingi yilga Xudo buyursa bir cho'ng kombayn bilan press qiladigan mashinaga zaявка berdik. Shu aldagi kelsa elga xizmat qiladi, Xudo buyursa. Aynı okumadı, men oynayayım da. Zıldı mıktı okumadı, çıkarsanızlar da olmaz olsun. Var. O zaman boş gerek mi? Var. Alemez. Bağlaş gerek. Memleketlik sıyırıkta koşutuyoruz. Şurada iş yapar mı? Şurada çalıyor. Banknotani to'yib, aqchasini to'yib, kvitantsiyasini borga topshirib, kopiyasini olib chiqib ketadi. Altı. Bir yerga gelip sırası iş bitip çıkıp Bizde ketadi. elde bayağı ölçülük yok. Sebebi var. Veteranlar gelip kalsa biz ölçülük mü? Bizde veteranlar kelbeydi. Biz bana o zaman gelir. Onlar kelbeydi. Evet, biz özümüz barıp hizmet kılak zaman. Ben görüyorsan kim gördün? Biz buna, bizi veteranlar var mı? Halk söylüyor gibi. Varsalar barı da var. Boğazı kelet de var. Bizde foto açıklar var.